Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston dunyoda va Osiyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan har doimgidek Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Diqqat qiling, tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Rustam Ashurmatov O'zbekistondan o'ziga yangi jamoa tanladi. Transfer huquqlari Eronning Istiqlol klubiga tegishli bo'lgan Rustam Ashurmatov mamlakatdagi siyosiy taranglik sabab faoliyatini yana yurtimizda davom ettirishi mumkin. Top podcast xabariga ko'ra 29 yoshli markaziy himoyachi oldida Superliganing 4 ta klubidan taklif bor. Rustam xalqaro maydon sababli Farg'onaning Nepchi variantini ma'qul ko'rmoqda. Ashurmatov joriy mavsumda 22 ta o'yinda bitta gol urishga erishgan. Muhammad Saloh o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotdi. U yozda Liverpoolni tark etishi mumkin. Liverpool hujumchisi Muhammad Saloh yaqin kelajakda, aniqrog'i yozda jamoani tark etishi mumkin. Bu haqida Talksport jurnalisti Paul Smith xabar berdi. Manbaga ko'ra, misrlik futbolchi hozirda o'ziga bo'lgan ishonch bilan bog'liq muammolarga duch kelgan. Jurnalistning ta'kidlashicha, bunday holatlarda o'yinchiga ortiqcha bosim o'tkazmaslik kerak. Smith Salohning o'yin uslubini eslab, u hatto unchalik yaxshi o'ynamagan paytlarda ham hal qiluvchi va go'zal gollar ura oladigan futbolchi ekanini qayd etdi. Uning fikricha, bu kabi sifatlar futbolchining tabiatida bor. Demak, qadrli do'stlar, katta ehtimol bilan Salah tez kunlarda Angliyaning Liverpool klubini tark etishi mumkin. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro mart oyidagi yig'inga jalb etilgan futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. O'tkir Yusupov, Abduvohid Ne'matov, Botirali Ergashev, Rustamjon Ashurmatov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Muhammad Rasul Abdumajidov, Hoji Akbar Alijonov, Sherzod Nasrullayev, Behruzjon Karimov, Jahongir O'rozov, Farruh Sayfiyev, Muhammad Qodir Hamraliyev, Omarali Rahmanaliyev, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov, Akmal Mazgavoy, Alisher Odilov, Otabek Shukurov, Azizjon G'aniyev, Odiljon Hamrabekov, Jamshid Iskanderov, Oston O'runov, Eldor Shomurodov, Igor Sergeyev, Sherzod Temirov. Ha, qadrli do'stlar, albatta yangi nomlar bor. Shaxsan meni qiziqtirgan Omarali Rahmanaliyev va Sherzod Temirov va Azizjon G'aniyev. Albatta yangi nom, ular O'zbekiston milliy terma jamoasi mart oyidagi yig'inda o'zlarini ko'rsata olsa, Jahon chempionati 2026 ga Fabio Cannavaro olib ketishi mumkin. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi 22-martdan Toshkentda o'quv mashg'ulot yig'inlarini boshlaydi. FIFA Series uchun bu kengaytirilgan ro'yxat hisoblanadi. Va bu ro'yxatda o'rin olgan futbolchilarimiz Jaloliddin Masharipov, Husniddin Aliqulov, Abbosbek Fayzullayev, Dilshod Komilov, Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Abdulla Abdullayev, Alibek Davronov va Husayn Norchayev jarohat tufayli yig'inni o'tkazib yuborishi ma'lum bo'ldi. Ko'pchilik shunday savol bergandi, qani nomdor kuchli futbolchilarimiz nega tarkibga jalb etilmagan deb. Ularni jarohati sababli Cannavaro ularga vaqtincha dam bergan. Eslatib o'tamiz, milliy jamoa FIFA Series doirasida 27-mart kuni Gabon, 30-mart kuni esa Venesuelaga qarshi maydonga tushadi. O'yinlar Bunyodkor stadionida soat 19:00 da start oladi. Qadrli do'stlar, mavzuni Jizzaxga qaratamiz. Sug'diyonadagi qoniqarsiz natijalar tufayli Ivan Boshkovich o'z lavozimini tark etishi mumkin. Ma'lumot uchun, Jizzax klubi Superliganing dastlabki 4 ta turida 1 ochko oldi xolos. Hozirda turnir jadvalida Superligada birinchi o'rinni Farg'onaning Nepchi klubi band etib turibdi. Qadrli do'stlar, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Qiziqarli va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Osiyo futboliga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.